Assalomu alaykum. Bugungi darsda sizlar bilan o'rganadiganimiz ko'p holatlarda kompyuterlarimizda Word, Excel yoki PowerPoint, ya'ni Office dasturlari ishlamay qoladi. Bunga asosiy sabab bo'lsa, ya'ni unda e, aktivatsiya qilinmaganligi bo'ladi. Ya'ni Office dasturlarida aktivatsiya qilinmaganligi sababli Word yoki Excel dasturi yoki PowerPoint dasturi ishlata olmay qolamiz. Bugun sizlar bilan Office dasturlarini qanday qilib aktivatsiya qilishni o'rganib olamiz. Demak, boshladik. Birinchi navbatda aktivatsiya qilish uchun ilovani yuklab olishimiz kerak bo'ladi. Buni Ustoz Mahmud Telegram kanalidan topishingiz mumkin. Ya'ni bu ilovani kanalga fayli yuklab qo'yilgan. Buni рабочий stolimizga saqlanib qilib olamiz. Mishkani o'ng tugmasi, Save as va рабочий stol. Ko'rib turganingizdek, ilovani yuklab ham oldik. Buni zip fayl holatda yuklab oldik. Buni ochishdan avval Windowsda himoya tizimini o'chirib turishimiz kerak bo'ladi, chunki himoya tizimi bu faylni avtomatik o'chirib tashlashi mumkin. Shu sababdan pusk tugmasini bosamiz. Parametri bo'limini tanlaymiz va ochilgan oynadan Конфиденциальность и защита bo'limini tanlashimiz kerak bo'ladi. Va Безопасность Windows qismini tanlaymiz. Undan so'ng Защита от virus и угроз qismini tanlashimiz kerak bo'ladi. Ochilgan oynadan Parametri защита от virus и других угроз qismida Управление настройками degan qismini tanlashimiz kerak bo'ladi. Va защита в реальном времени bu qismini o'chirib qo'yamiz. Da tugmasini bosamiz va защита disk разработчика bu qismi ham o'chdi. Buni vaqtinchalik pusk paneliga solib qo'yamiz, bu oynani ham. Mana endi zip faylni ochishimiz mumkin, chunki himoya tizimi o'chirildi. Papkani tanlaymiz va mishkani o'ng tugmasini bosamiz. Bu yerdan извлечь все yoki sizda WinRAR dasturi o'rnatilgan bo'lsa, Extract Files qismini tanlashingiz mumkin. Va OK tugmasini bosamiz. Himoyalangan fayl paroli 1234 parolni kiritishimiz kerak. OK tugmasini bosamiz. Mana endi zip holatdan oddiy holatga papkani ochib oldik. Papkani ochamiz. Uning ichida yana bitta papka. Bizga kerakli ilova Act 64. Bu ilovani ishga tushiramiz. Va подробный tugmasini bosamiz. Запустить в любом случае qismini tanlashimiz kerak bo'ladi. Da tugmasini bosamiz ishga tushirish uchun. Ilovamiz ochildi. Ana endi aktivatsiya Office qismini tanlab qo'ysak, bu ilova bizga Office dasturimizni aktivatsiya qilishga yordam beradi. Bu biroz vaqt oladi. Hammasi joyida. Office dasturimiz aktiv holatda. Ana endi bu oynadan ana endi bu ilovani yopsak ham bo'ladi. Aytgandek, himoya tizimini yoqib qo'yish esdan chiqmasin. Mana endi himoya tizimimizni yoqib qo'ydik. Endi Office dasturlarini tekshirib ko'ramiz. Учетный запись ko'rib turganingizdek dastur aktiv holatda.